Malayziya Haluan Cemiyet Hay'atları Şarkı Türkistan Ma'arif Cemiyetini ziyaret kıldı. Haluan Cemiyeti bir qancha yillar ilgari Xitoy zulmidan qechib chiqib, Malayziyada turib qolgan Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur muhojirlarining davolanish va boshqa ishlariga ansarlik qilgan edi. Shu munosabat bilan Ma'arif Cemiyeti Haluan Cemiyetining muhojir qarindoshlarimizga qilgan yordamiga samimiy rahmat va tashakkurlarini bildirdi. Ziyorat davomida Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'izxon mehmonlarga Sharqiy Turkistonning hozirgi vaziyatini tonishtirish bilan birga jamiyat xizmatlari va Sharqiy Turkiston da'vosidagi qiyinchiliklar haqida ma'lumot berib o'tdi. Xitoy Kommunist partiyasining 19-qitimliq yig'inida hech qanday yangilikdan bishorat bo'lmadi. Xitoy Kommunist partiyasi 19-qurultiyi boshlanib, bugun 3-kunga qadam qo'ydi. Xitoy Xi Jinping so'zida terrorchi, bo'lgunchiga zarba berdiganligini bildirdi. Xitoy bir balvoq planini ishga oshirishga to'sqinlik qilgan har qanday kuchlarga zarba berdiganligini ta'kidlab, Sharqiy Turkistondagi bostirishlarning davomlashadiganligiga ishorat qildi. Sharqiy Turkiston Ulamolar birligi İstanbul Küçük Çekmece rayoni mubtilligini ziyorat qildi. Ziyorat davomida Sharqiy Turkiston Ulamolar birligi tonishtirildi va Sharqiy Turkistonning hozirgi vaziyati haqida qisqacha ma'lumot berilish bilan birga Küçük Çekmece rayonida yashayotgan Uyg'urlarning masalalari, Uyg'ur o'smirlarining ta'lim-tarbiya masalasi, diniy tashviqot va da'vat sohasida hamkorlashish qatorliq masalalar haqida muzokara ilib berildi. Türkiye'ye karşı teşebbüsler qo'llashga erishalmadi. Belgiya poytaxti Bryusselda chaqirilgan Yevropa İttifaqı boshliqlar yig'inida Germaniya bosh ministri Merkelning Türkiye bilan suhbat o'tkazishni to'xtatish talabi qo'llashga erishalmagan. Merkelning talabiga faqat Belgiya bilan Gollandiyalar ovoz qo'shgan. Qo'llash fondining 2014-yildan 2020-yilgacha bo'lgan jarayonda berilishi planlangan 4,5 milliard yevrodan hozirgacha faqat 257 million yevro Turkiyaga avatildi. Shuning bilan Merkelning Turkiyaga beriladigan yordamni to'xtatish talabi qo'llashga erishalmadi.